Wala tajassasu oyati davomida Alloh taolo josus bo'lmagin deydi. Josuslik qilma deydi. Josus bo'lmagin deydi. Josus deb nimani aytadi? Josus nima degani? Bitta odamni ertalabdan kechgacha aybini qidiradigan odamni josus deydi. Bo'lma josus deydi Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda. Kalomida qiyomatgacha o'qiladigan Qur'onida. Maqsad nima o'zi? O aka, uka, do'st, birodar, maqsadingiz nima o'zi? Maqsad qidirishmi? Maqsad nimadir topishmi? Insonmiz, xatoyimiz bor. Insonmiz, kamchiligimiz bor. Farishta emasmiz, aybimiz bor. Qidirgan odam topadi. U kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Qidirgan odam topadi. Ayb nuqson topmoqchimi? Topadi baribir. Bu shariat ko'zingni yum deyapti-yu. Shariat berkit, yashir, yopib qo'ygin deyapti-yu. Bilmaslikka olgin deyapti-yu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim musulmon birodarini dunyo bir ayblardan, kamchiliklardan iborat bo'lgan bir aybiga ko'z yumsa, berkitsa, yashirsa, Alloh taolo qiyomat kuni uni ham bir kamchiligi, aybi nuqsonini yopib qo'yadi deydi.